Mana shunaqa baquvvat motoblok borligini bilarmidingiz? E'tibor bering. Motorlari 17 ot kuchli benzinli motor. Lekin korobka qismini o'zini zavodskoy korobkasini oldirib tashab, mana shunaqa ko'rib turganingizdek 550 talik katta 20 ot kuchli turbalonli motobloklarga qo'yiladigan katta korobkadan qo'ydirib, usulinni qildirib olib kelganmiz. Buni bunaqa qilishdan sabab ko'pchilik sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat motoblok so'ragan akalarimiz bu motoblokni sizlar uchun usulinni qildirib olib kelganmiz va e'tibor berasizlar, motoblok ishlatib yurgan akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Buni mos qismi ham oddiy motoblokka qaraganda 3 barobar katta, baquvvat mosdan qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga orqasiga mana bunaqa 3 tali agatlar, temir balonlar, plug, arava ulaganinglarda umuman bu motoblogimiz qiynalib qolmaydi akalar. Sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvatini hamda eng kattasini olaman degan akalar sizlarga variant beradigan motoblogimiz mana shu bo'ladi. Va undan tashqari bir narsani aytib ketish kerak. Hozir do'konimizda katta aksiya ketmoqda. Bu aksiya davomida ko'rib turgan Baykal firmasiga tegishli 5800 motorlar bilan jihozlangan mana shu benzopilani tekinga sizga berib yuboraman. Bu benzopilani tekinga olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mana shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yganingiz uchun mana shu benzopila sizniki bo'lib qoladi. Baykal firmasiga aytib o'tganimdek, tegishli motori katta 5800 gilzalik sep strellalari 32 talik bo'lgan, 1 yildan garantiyasi bor motopila tekinga sizga berib yuboramiz. Faqatgina sharti shu videoga bitta like tugmasini hoziroq bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'yganingiz uchun. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'liq ma'lumotini beraman buni ham. Birinchi bo'lib motoblogimizni tanishtirib o'tamiz akalar. Motoblogimiz videoni boshida aytganimdek, motorlari ko'rishinglar mumkin 192F motor, eng katta benzinli motor qo'yilgan, lekin aytib o'tganimdek korobka qismini o'zini radnoy korobkasini oldirib tashlab, zavod tomonidan mana shunaqa katta 550 talik 20 ot kuchli motobloklarga qo'yiladigan katta korobkani qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimiz baquvvatroq, sifatliroq hamda mana bunaqa agatlarni tortayotgan jarayonida qiynalib qolmasin degan maqsadda katta korobka qo'ydirib, usulinni qildirib kelganmiz akalar. Xo'p, motorlarni aytib o'tganimda yoqilg'i turlari benzinlik, benzin baklari 5 litrlik, 1 soatida 7-8 gram расход qiladi xolos, nagruzka holatda 1 litrgacha расход qiladi. Chunki bu motoblogimizga korobkadan tashqari karburator qismlarini ham originalini qo'ydirib kelganmiz. Shuni hisobiga benzin расходi ham ancha ekonomik hamda kam расход qilib beradi. Xo'p, yurishlari akalar, xohlasanglar zavodnoy orqali yurg'izsanglar bo'ladi. Xohlaganlar uchun starter akkumulyatorlar bilan jihozlangan kalitda ham zavodit qilib ishlatsanglar bo'ladi. Kechki paytda yurish uchun oldi tomonida LED faralari bilan jihozlaganmiz. Bemalol svetlarini yoqib ishlatsanglar bo'ladi. Korobka qismiga o'tadigan bo'lsak, korobka qismi o'sha aytganimdek 550 talik usulinli korobka qo'yilgan va bu korobkamiz ham katta korobka hisoblanadi hamda gidravlikali korobka hisoblanadi. Gidravlika deganimdan sabab bu motoblokni yo'lda haydab ketayotganingizda o'ngga yoki chap tomonga burilish uchun rolni qiynalib tortishingiz shart emas. O'ng ruchkani bosadigan bo'lsangiz, motoblokni o'zi avtomatik o'ng tomonga buriladi. Chap ruchkani bosadigan bo'lsangiz, motoblokni o'zi avtomatik chap tomonga ham burilib beradigan, rollari gidravlikali 360 gradusga buriladigan korobka hisoblanadi. Mos qismi ham o'sha katta 550 talikda mosini qo'ydirib kelganmiz va orqa tomoniga qishloq xo'jalik vom joylashgan, bunga suv nasos, karser apparatlari hamda o't o'raydiganlarni ham ulab ishlatsanglar bo'ladi. Balonlari korobkaga moslab katta shirokki balon qo'ydirganmiz.
612 eng katta balon bilan jihozlangan. Roli ham shunga nisbatan uzun qilib qo'yilgan. Oldi tomoniga 1 hamda 2 skorstlari, orqaga bittadan zatning xotlarigacha jihozlangan bo'ladi akalar. Xo'p. Va undan tashqari bu motoblogimiz uchun orqasiga universal agat yasagan biz 50, 60, 70, 80, 90, 1 metrgacha bemalol agatlarni olib foydalansanglar bo'ladi. E'tibor bering, agatimiz orqasida bitta bolti bor. Shuni bo'shatsangiz, olasangiz ichkariga yana ham bo'lib 50, 60, 70 qilib uchala agat ham akalar legirovka bo'lib, xohlagan razmeringizga o'tib bemalol ishlatsangiz bo'ladigan model hisoblanadi. Xohlasangiz bittani o'zida tortsangiz bo'ladi, xohlasangiz ikkitali, xohlasangiz mana shu holatda 3 ta agat qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Metallari, profillari uchli, stenkali qalin profil, persebnoylari qalin persebnoylardan o'zimiz yasaganmiz. E'tibor bersanglar, metallariga gap bo'lishi mumkin emas. Bu agregatimizning narxi 600 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha qalin yubqa agatini katta kichikligiga qarab narxi o'zgaradi akalar. Va undan tashqari oldida bu agregatda ishlatayotgan paytingizda qo'yish uchun temir balonlarimiz kelgan. Bularimizni jup holatidagi narxi 500 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha. Xo'p, motoblogimizning narxiga o'tadigan bo'lsak, komplektida frezasi, tormoz, dokument, ключ, 1 yil garantiya, bonus hamma yo'g'i bilan akalar, o'zining ichidan chiqadigan komplektatsiyalari bilan komplekt holatda 8 million 800 ming so'm baho aytilyapti. Albatta kami bor, kelishtirib ham beramiz. Oldida turgan temir balon hamda orqasidagi agregatimiz addenniy holatda, buni o'zimiz yasaymiz. Narxidan tashqari holatda akalar bular. Videoni boshida benzapila beramiz dedik. Va'da bizni do'konga kelasiz, o'zingizga yoqqan mana shu yerda turgan 100 xildan oshiq motoblogimiz bor. Kelib tanlab, o'zingizga yoqqanini xohlang yig'ilgan holda oling, xohlang korobka holda oling. Farqi yo'q. O'zingizga yoqqan holatda motoblogni sotib olasiz va sotib olganingizdan keyin do'konimiz ichiga kirsangiz, to'g'rida omadli barabanimiz bor. Bu omadli barabandi ichida hozir ko'chada ko'rsatib o'tgan, xo'p, motopila, undan tashqari elektropila, undan tashqari drill, balyarka, ключ nabor, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrument shu barabanga qo'yilgan. Bizni do'konga kelasiz, motoblog sotib olasiz va barabandi aylantirib, nima instrument tushsa, o'sha tushgan instrumentni olgan motoblogingizga do'konimizning nomidan tekinga beramiz. Oddiy misol, kirib barabandi aylantirdingiz, pichalka apparati tushsa, pichalka apparatini shunday olgan texnikangizga qo'shib tekinga beramiz. Barabanda motopila tushadigan bo'lsa, ko'rgan motopilangizni ham tekinga qo'shib beraveramiz. Shuni hisobiga videoga like bosib, kommentga omad deb yozib qo'ying. Kelganingizda yaxshi sovg'alarni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.